bu temanı özü umuman söylep çıkasım yok idi. Söylep çıkaman deb umuman oylamadım hem. Məni şahsi hayatım hakkında her xil gepler, her xil negativlar, komentarlarda her xil gepler bo'lyapti. Ulan meyli bir gep değiştirip tacımendim, şok uysasına geçtim. Ben bu insanın arkasından adam olmuşman. Şimdi bir gep. Ben bundan bir 5 ildən bir prinsipini öyrənganman. Şu prinsipini hamma qo'llab-quvvatlab kelaman. Shuning uchun ham men любой narsaga tinch va xotirjam qarayman. Bu prinsip nechik? Ves dünya seni yomon ko'rmaymi? Ves dünya seni hakkında her xil yolg'on gaplarni so'zlamaymi? Umuman fark yok. Ne için desa tepede glavniy sudya bor. Bu sudyani bo'lsa aldab bo'lmaydi. Hamma narsani ko'rib turadi. Men hakkında bo'lib yotgan har xil gaplarga indamaganimning birinchi sababi shu. Endi esa ikkinchi sababini aytaman. Bu oila masalasi. Meni o'zimga hech qaysi bir oilani umuman 1 gram qiziqi yo'q. Bu palon bo'pti, bu piston bo'pti. Agar men shunday gurunglarni eshitib qolsam, neydadir ya kimdandir to'g'ri turib yetib qolaman. Sababi kallamni unday negativ narsalardan doldurgandan menga bir tinlik qiziqi yo'q. Undancha men foydali ma'lumot eshitganim yaxshi deb bilaman. O'zi haqiqatdan ham bu temani umuman so'zlasim yo'q edi. Men no desam ham, bu chiqib no desam, baribir sizlar bizning o'rtamizdagi haqiqatni bilmaysizlar. Sababi sizlar bizlar bilan birga yashab ko'rmagansizlar. Bir narsani hammang yaxshi bilasizlar. Kars hech qachon bir qo'ldan chiqmaydi, yine ovoz yo'q. Milletsene Kars çıkadı. Kars hem mah 2 koldan çıkadı. Bu yap bilen ben ay bu yaman diyecekim yok. Prosta mesela bir narsani tushuntirman, yaxshilab chuqur o'ylaninglar. Agar men haqiqatdan ham harom bola bo'lganimda shu situatsiyani ushlab olar edimdan dakansa hayb etar edim. Dakansa shu situatsiyani arkasından faydalangan bo'lar edim. Yo'q, menga niyat tanilganni umuman gerek yo'q. Shuncha gap bo'lsam men o'zimning kontentlarimni ishlashda davom etdim. Chunki men bilaman bu narsa eng pastkash. İçinde g'araz niyati bor odamlar bu situatsiyadan faydalanadi. Atak men ham shu situatsiyadan faydalanib hazz etib yursam bo'lar edi. Ammo men haypda durar edim. Xudo shukr, u sizdan menda hammasi aydin. Endi o'zlaringiz aytinglar, men shu holatdan bir marta bo'lsam foydalandimmi? Bir marta bo'lsam Instagram'a olib chiqdimmi? Yo'q. 1 million obunachi va faqat özümün mehnatim, kontentlerim, Allah'ın izni, Allah şu narsani buyurgan ekan 1 million bo'ldim, Xudoga shukr. Что bilinglar, indamay yurganim bu mening qo'rqqanimdan, dili qisqa yerim bor ekanimdan emas. Agar hozir men ham so'zlab chiqaman desam, to'g'risi yaxshi bo'lmaydi. Eng muhimi meni nichlikimni meni yaqinlarim biladi. Menga shuni o'zi yetadi. Men o'ylayman, sizlar hammasi tushunarli bo'ldi. Men bu temaga boshqa umuman qaytasim yo'q. Meni yaxshi ko'rasizlarmi, yomon ko'rasizlarmi? Men sizlarni yaxshi ko'raman va bu temaga boshqa umuman qaytmayman degan umiddaman.